video qarang. Mana bo'ladi. Demak, men bu top stitch seamlane poketingda seamlane degani choq tegish ekan, tanladim. Deylik, proyman tanladim. Mana demak, default tanladim. O'zi extend deyapti, offset 0 deyapti. Deylik, offset menda 3 millimetrda chiqarib bersin desam, qanday ko'rsatmayapti. Balkim 2-3 da ko'rsatar. Mana 2 yoqqa qo'yib berdi. O'zim effektni 2 yoqqa qo'yib beradi. Bu effekt endi bu. Bumi har xil choqqa effekt berish effekti. Choqqani Choq o'zi yo'q, lekin effektmi? Anaqa shakli, har xil anaqa ko'proq endi ko'jaga mos keladi-yu bu yerda. Lekin bu yerda boshqa narsa chiqmayapti mana. Leja ko'zani tanlagan ekan. Agar denim desa, mana denim effektini. Choq chizig'iga nisbatan. Agar men naylon desam, naylon effektini mana. Yana qanaqa effekti bor bu yerda? Mana qanaqa qilib beradi. Bu yerda ko'p emas. Nail cotton, denim, leja, naylon, polyester. Polyester desam mana bunaqa. Bu kiyim sizda mana bana qilganingizda xuddi choq tikilgandek chiroyli bo'lib turishi uchun mana effekt beradi. Seamlane, ya'ni choqni o'ziga berish. Xuddi shunaqa men bu top stitchga buni kirib 3 ta funksiyasidan bittasi seamlane. Misol uchun top stitchga ham bosdim ustiga, segment bor, free bor, keyin seamlane top stitch bor. Keling, endi buni yon choqqa qilib ko'raylik. Bu qanaqa choq ekan bu? Mana kechavyapti. Mana. Tak, endi default top stitch deyman. Deylik. Single bittali choq bo'lsin. Yon chiziqqa mana qo'yib berdi. Nima ekan bu? Choq, tikilgan choqni ko'rsatib beradi. Очень хорошо. Mana shu choqni qidirayotgandim men. Mana. Kiyoga ko'rsatib berdi. Bu yoqqa ham, bu yoqqa ham. Buni ham xuddi shunaqa boyidagi o'zgartirsangiz bo'ladi. Tak, menimcha o'zgartirmagan ma'qul. Yon choqqa bir zigzag berilmaydi. Choq berasiz faqat. Buni misol uchun, kстати, biz anaqa pijak qilib, pijak yoqasini chetiga tashlagan bo'ladi sizga. Mana. Savol bor hozir, конечно. Keting. Qarang, mana choqqa chiqaring. Mana bu практически отделочная строчка, да? Yo'q, qoldi. Turibdi. Mana отделочная строчка. Отделочная строчкада mana bu kenglik буклёвый chiziq cho'qidan elektron от шва соединения 1 мм может быть, 5-7 мм и так далее. Как вот эту вот ширину регулировать здесь, вот ширину шва, ширину строчки. Şirinu şva, da. Bizden tanlayımız amount deylik 5. 5 qaqqa ketdi. 5 chekib ketdi yo'q. Потому что 5 это миллиметр, да, kichkina? Да, правильно, 5 qoldi. Так, 3 deyapti bu hozir. Deylik, agar men 10 desamchi. Bu demek строчка juda kichkina degani. Это не шаг строчки. Так. Получается миллиметр. Particle distance tour o'ziniki. Agar men 5 desam, ketib qoldi. Demak, o'zi tanlagan shekilli. Bo'lishi kerak, color. Bo'lishi kerak bu. Deylik, rangi. Mana ip rangi. Opacity map, intensity reflection intense, metalness, face, number of line. Endi bu количество. Ikkita desam, ikkita qator dikdi. Mana keyingisini orasini 1 sm oldi mana. Qayerdan berdi uni 1 sm? 0 desam mana yo'q. Bir dedim, bitta choq. Yo'q, qo'yibdi. Так, opacity map, opacity, amount, количествоsi, интенсивность. Amount millimetrda, color, opacity, use, opacity map, интенсивность, метальность. İşte hemen bakın
Mana. Inchda o'lchaydi, buni bilmayman endi. Qani inchda o'lchagan? Mana 1.16 desam kichkina bo'lyapti. Ha. Deylik, agar 1.4 desam orasidagi masofa katta bo'lyapti. Mana shuni bilish kerak nimadanligini. Это получается, mana endi qarang. Agar men paltodan bu choqqa bera olmaysan, paltoda faqat bir tomoniga berasan. Lekin bu yerda ikkita tomonga chiqyapti-ku. Chunki menda bu yerda front back orqada bo'lib qoldi. Front oldida, bo'lsam keyin tarafida. Buni bilmayman, uni qadab ko'rish kerak. Da. Chunki bu yerda ikkita tarafga avtomatik qo'yib ketyapti. Unix text santimetrda deylik. Shape custom. White choq yo'q ekanda, ha? Расстояние между. Yo'q, ikkaloviga qo'yib ketyapti. Bittasiga qo'ygin degan narsani balki men topa olmayotgandim. Shape custom. Right. Space ma? Shundachi. Space ma Buni kattaligi ekan choq. Qaysi biri bu? Masofa ekan. Mana. Qaysi? Mana, maydaligi. Light. Shape. Mana, choq orasidagi maydaligi. Space mana. Space 0. Space agar 2 desam, mana orasida masofa qilib beradi. Пространство. Millimetrda shagi, unit santimetrda, materiali, tip fabrik nuqtai, basic informatsiya, teksturasi. Deylik bunaqami, deylik bunaqa ko'rinishda bo'lsin. Intensiveness 0, replacement map, amount 3, shift bu orasidagi masofa, clipping 0, particle distance 4, o'ziniki keep control. Agar men buni orasidagi masofani qilib tursam desam, ko'rinmas ekan. Ko'rinmaydi qo'yagan. Zaполненность, bunga tegmayman, reflection. Bu intensivность. Boshida bo'ladi muxtabar, tepada u pastga tushib ketmaydi u. Hop, lekin chiqmayapti-ku. Do'qilishim g'ay. Aqlli so'z etib qo'ydim-da bitta. Uchda effekti bergan desam, mana uchda effekt berar ekan. Men qilib ko'rish kerak. Qayerdan bu? Ili bunaqa qilish kerak bo'ladi. Edit top stitchda remote linked editing. Bo'ldi mana. Yo'q, bor ekan. Remote linked editing desam, bittasidan olib tashlash kerak edi. Kelaveragan bor. Bu tarafdan o'chirdi. Agar men orqadan o'chirgan desamchi, lekin men qoldi. Bunisini bilmadim.